Andijon O'zbekistondagi eng korrupsiyalashgan viloyat. Maktabgacha va maktab ta'limi esa eng korrupsiyaga boy tizim. Davlat g'aznasidan eng ko'p pul oladigan sohalarda eng ko'p korrupsionerlar ishlab kelgan. Takror va takror aytaman, korrupsiya davlat taraqqiyotiga to'siq bo'ladigan, adolat va qonun ustuvorligini izdan chiqarayotgan eng jiddiy tahdiddir. Assalomu alaykum. Har kuni qaysidir amaldor yoki davlat xodimi pora bilan qo'lga olingani haqidagi xabarni o'qishga odatlanib qoldik. Chunki mamlakatda korrupsion jinoyatlar soni yuqoriligicha qolmoqda. O'zbekistonda 2025-yilda 7517 kishi korrupsion jinoyat sodir etganligi sababli javobgarlikka tortildi. Ular bu orqali davlat manfaatlariga 2,9 trillion so'mdan ortiq zarar yetkazgani aytildi. Bu haqida senator Abduhakim Eshmurodov Senat majlisida ma'lum qildi. Ma'lumotlarga ko'ra, eng ko'p korrupsiyaga oid jinoyatlarni sodir etish reytingida Andijon yetakchi. Viloyatda 946 kishi, Toshkent viloyatida 793, Qashqadaryoda 745, Samarqandda 709, Namanganda 549 nafar shaxs korrupsion jinoyatlarda ayblanib, jinoiy javobgarlikka tortilgan. Sohalar kesimida oladigan bo'lsak, yetakchilik ta'lim va sog'liqni saqlash tizimlariga to'g'ri kelmoqda. Jumladan, maktabgacha va maktab ta'limi muassasalarining 580 nafar, mahalliy hokimliklarning 497 nafar, sog'liqni saqlash tashkilotlarining 404, tijorat banklarining 245 va oliy ta'lim muassasalarining 161 nafar xodimi korrupsion jinoyat sodir etgani uchun javobgarlikka tortilgan. Abduhakim Eshmurodov raqamlar kattalashgani korrupsion jinoyatlarni fosh etish faolligi oshgani bilan izohladi. Shu o'rinda bir ma'lumotni eslatib o'tsam, aynan 2025-yilda eng ko'p mablag' ta'lim va sog'liqni saqlash tizimiga ajratilgan edi. Ya'ni ta'limga 84,3 trillion so'm, sog'liqni saqlash sohasiga esa 41,2 trillion so'm ajratilgan. Shunga qaramay, davlat g'aznasidan hammadan ko'p pul oladigan tizimning Prezident ta'biri bilan aytganda eng ko'p xiyonat qiladigan tizimga aylanishiga sabab nima? Korrupsiyaga yo'l qo'yish esa islohotlarimizga xiyonat desak bu to'g'ri bo'ladi. Nega biz korrupsiyaning, poraxo'rlikning ildizlariga bolta urolmayapmiz? Bu haqida siz albatta shaxsiy fikrga egasiz. Izohlar bo'limi aynan shu fikrlaringiz uchun ochiq. Bizda hozircha shular. Kanalga obuna bo'lib, bizni kuzatishda davom eting.